Assalomu alaykum hammaga. Bugungi hikoyamiz qor maxluqi deb nomlanadi. Uzoq tanaffusdan so'ng yana hikoya aytishda davom etamiz. Agar hikoya yoqsa, like va obuna bosib qo'yamiz. Tayyor bo'lsangiz, men hikoyani boshladim. 2021-yil 12-dekabr. Jumavoy tog'a uyda pechka yoqish uchun o'rmonga o'tin tergani ketdi. Jumavoy tog'a uyda yolg'iz yashardi va juda g'alati odam edi. Negadir hamma Jumavoy tog'adan qo'rqardi. Negaligini bilmayman. Men yoshim 14da. Men juda dahshatli hodisaga guvoh bo'ldim. Bir kuni Jumavoy tog'ani uydan o'tib ketayotganimda Jumavoy tog'a qo'lida qandaydir qopni ushlab uyga olib kirib ketdi. Men yana bu nimasi bo'ldi deb boshimni qashib qo'ydim va uyimga ketdim. Ertasi kuni qishloqdan bir 12 yoshli bola yo'qolgan va o'sha bolani qidirish bilan ovora bo'lib qoldi va bola izsiz yo'qolgan. Ota-onasi qidirmagan joyi qolmadi. Qishloqdagilar Jumavoy tog'adan gumon qila boshladi va Jumavoy tog'ani uyiga bostirib borishdi, lekin u yerda bola yo'q edi. Jumavoy tog'a bolani ko'rmaganini aytdi. Hamma Jumavoy tog'ani ayblagani uchun kechirim so'radi va o'ylab qoldim. Qo'limda Jumavoy tog'ani qo'lidagi qopning ichida nima bor edi degan savol qiylay boshladi. Ertasi kuni ham 12 yoshli bolani qidirgani o'rmonga ketishdi va hamma joylarni qidirishdi, lekin bola topilmadi. Hamma kun ahvolga tushib qolgan edi. Keyin men ko'rgan narsamni oqsoqolga aytib berdim. Oqsoqol bu shunchaki oddiy qop bo'lishi mumkin degan xulosaga keldi va ertasi kuni yana qidiruv boshlandi. Qidiruvda men ham bor edim. 10 soatcha qidirdik, lekin hech nima topilmadik. Keyin yana bir bola yo'qolgani haqida xabar berishdi. Bu safar 9 yoshli bola ekan. Hamma shokka tushib qoldi. Bu yana qanaqasi deb hamma qidiruvni yanayam kuchaytirishdi. Keyin bir bola o'rmondan qandaydir maxluq ko'rganini aytdi. Hamma u maxluq qayerdan ko'rganini so'ray boshladi va o'sha yoqqa borishdi. U yerda qandaydir g'or bor edi. Bu qanaqasi deb g'orga kirib ketishdi va u yerda judayam qorong'u va qo'rqinchli edi. Keyin qandaydir ovoz keldi. Judayam qo'rqinchli ovoz edi. Hamma qo'rqib ketdi va nima ovozligini bilish uchun ovoz kelgan joyga bora boshladi. U yerda judayam qo'rqinchli maxluq turar edi. Biz u yerdan sekin sezdirmay qochib ketdik va Jumavoy tog'adan gumon qilganimiz uchun bir bor kechirim so'radik. Va shu yerda hikoyamizning birinchi qismi tugadi, bolalar. Xo'p, ikkinchi qism chiqish uchun like va obuna bosib ketamiz. Ikkinchi qismda ko'rishguncha xayr.